Qizilajollar, hozir sizlarga Pekin fabrichniy bo'lgan verxniyimizga mos qilib yubkali variantini hamda go'zallarim shimli variantini ko'ramiz. Qizilajollar, bular dvoyka emas, biz sizlar uchun alohida podbirать qilib olib kelib qo'yganmiz. Tepasini alohida, yubkasini alohida xarid qilib olsanglar ham bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib ishlangan, oldilari tugmachada, yonlarida rabochiy karmanlari bor. Aytgancha qizlar buni yozda maza qilib yuvib kiysanglar bo'ladi. Yubkalari juda ham необычный qilib ishlangan, plus tepalarida kapishonkalari ham bor. Ranglari 4 xil rangda go'zallarim, mana ko'rishinglar mumkin. Sifatiga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi havolada ham, yozda ham maza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Bu dvoykamizning shimli varianti ham bor, qizili, mana qaranglar. Eninglarda juda ham chiroyli turadi. Buni ham alohida xarid qilib olsanglar bo'ladi. Sizlar uchun shimli variantini ham podbirать qilib olib kelib qo'yganmiz. Razmerlari 54 dan 60 gacha go'zallarim. Xohlasanglar shimli variantini, xohlasanglar yubkali variantini xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Baribir shimli chiroyli, to'g'rimi, qizlar? Yubkali varianti ham juda ham chiroyli, qizlarjonlar. Qizlarjonlar, Pekin fabrichniy bo'lgan bu dvoykamizning narxlari istoriyada dastavka qildirsanglar bo'ladi. Sizlar uchun nomer qoldiramiz. Именно shu nomer orqali Telegramdan yozasizlar. Barchalarni Zamira Collection do'konida kutib qolamiz.